Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh taolo barchamizga da o'zining cheksiz salamin, rahmatin ham barakatini erishtirsa edi. Duo darslarini davom etamiz. Har kishi bu dunyoda vaqtlicha yashay. Alloh taolaning ixtiyori bo'yicha har kishi belgilangan vaqtda Robbisini qayta. Agar biz qardoshimizning, ko'rshalarimizning, tug'onlarimizning o'limin eshitsak, biz Alloh taolo yaratgancha tubandagi so'zlarni aytirga tiyishmiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ya'ni durustlikda biz Allohdan ham biz Allohga qaytashakmiz. Kimningdir o'limi turunda eshitgach, biz o'zimizda o'limni esga tushirga tiyishmiz. Allohga qaytashagimizni, bu dunyoda boribizda fani bo'lubimizni esga tushirga tiyishmiz. Ham shunga ko'ra biz shunday so'zlarni aytamiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ham albatta vafot bo'lgan qardoshlarimiz uchun duo qilishga unutmasga kerak. Alloh taoladan ularning gunohlarini kechiruvini so'rashga kerak. Mayitni olib borganlarni ko'rsak, tubandagi duoni o'qib kengash etiladi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu anna Alloha yuhyi va yumit va huwa hayyun la yamut. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما. Ayda şu duanın tercümesi bilen tanışık. Allahu Ekber deyip 3 mertebe aytamiz. Yani Allah büyük. Dürüstlükte Allah Teala ölümni hem tiriklikni beruvchi. Yani tiriklik ham o'lim Allohniki. Alloh taolo o'zi tiri ham bir qachonda o'lmayacak. Hada ma wa'adana Alloh va rasuluhu. Bu o'lim Alloh taolo ham uning rasuli va'da etgan narsa. Va sadaqalloh va rasuluhu. Ham Alloh taolaning uning rasulining so'zlari haq. Ham biz onlara Allohga murojaat etamiz. Allahumma zidna imanan va tasliman. Ya Rabbimiz bizning iymonimizni ham itoatligimizni orttir. Shu so'zlarni janozani olib borganda, ya'ni mayitni olib borganda o'qib kengash etiladi. Ayda shu duoni tag'in bir topqir qabatlik. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu anna Alloha yuhyi va yumit وهو حي لا يموت هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما. الله تعالى barchamizga da duo qilib yasharga nasib etsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.